13 xat risalatu tahniatin bi'idil adha. Qurbon hayiti bayrami bilan tabrik xati. Ahlan va sahlan ya Hind. Salom ey Hind. Ahlan va sahlan ham salomonni ishlasa bo'ladiki. كل عام وأنت وأسرتك بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. Muborak Qurbon hayiti munosabati bilan har bir yil senga va oilangga yaxshiliklar olib kelsin. As'alulloha an yu'idahu alayki bis-sihhati was-sa'adati wal-barakati fi kulli ayyamik. Alloh taolodan har bir kuningda baraka va baxt, saodat va sog'lik bilan senga qaytishini Alloh taolodan so'rayman. Yoki Alloh taolodan ya'ni hayit senga har bir kuningda baraka, baxt, saodat va sog'lik bilan qaytishini so'rayman. Yoki sog'lik olib kelishini so'rayman. هذا العيد يحمل في طياته معاني عظيمة من التضحية والصبر والإيمان، وأتمنى أن يكون مليئا بالسكينة والفرح وأن تجدي فيه راحة القلب ورضا الروح. هذا العيد يحمل في طياته معاني عظيمة من التضحية والصبر والإيمان. Bu hayit fi toyati o'zining qa'rida, o'zida desa ham bo'ladi, o'zida iymon, sabr va qurbonlikdan bo'lgan buyuk yoki qurbonlikning buyuk ma'nolarini ifodalaydi. Bu hayit o'zida iymon, sabr va qurbonlikning buyuk ma'nolarini ifodalaydi. Yahmiluni ifodalaydi deyapmiz. Va atamanna an yakuna mali'an bis-sakinati wal farahi va shu yerga bittalar ekanmiz. Va quvonch va sakina, xotirjamlik bilan to'la bo'lishini tilayman va to'la bo'lishini, ya'ni u quvonch va xotirjamlik bilan to'la bo'lishini va unda ridor ruhning roziligi va qalbing rohatini topishingni tilayman. Va atamanna ikkalasi ham ketar ekan, demak. Ya'ni u quvonch va xotirjamlik bilan to'la bo'lishini va ruhning roziligi, ruhiy xotirjamlik demoqchi, va qalbning rohatini unda topishimni tilayman. Aftaqidu lammatal aidi va roihatash shivai va thartharatana بعد الغداء، لكن يبقى حضورك في قلبي دائما حتى وإن فرقنا المكان. أفتقد لمة العيد ورائحة الشباء وثرثرتنا بعد الغداء. شو يجيب تفرنسي لمة العيد hayitdagi to'planishlarimizni, hayitdagi yig'ilishlarimizni va shiva degani qovurilgan go'shtning hidini va tushlikdan keyingi sarsarotim degani laqillab gaplashib, laqillab gap sotib o'tirishlarimizni aftaqidu qo'msayapman, sog'indim. Lekin sening borliging vain degani garchi makon, garchi joy bizlarni ajratgan bo'lsa-da,
hatta va in, garchi joy bizlarni ajratgan bo'lsa-da, sening borliging qalbimda doimo qoladi deyapti. Arju an tursili li ba'd suwari min ajwa'il 'ayd 'indakum fa ana ashtaqu kathiran li tafasilihi. Fa anagacha bitta qo'l ekanmiz. Menga indakum sizlardagi hayit muhitining ba'zi suratlarini yuborishingni so'rayman. Men uning tafsilotlariga judayam ashtaqu qiziqyapman deyapti. Aydun sa'idun va mubarakun. Hayit baxtli va muborak bo'lsin. Va ja'alallohu said baxtli desa ham quvnoq degan ma'nosi ham bor. Hayit quvnoq, ya'ni quvonchga to'la va muborak bo'lsin. Va ja'alallohu kulla ayyamika a'yadan. Va Alloh taolo har bir kuningni bayramlar qilsin. Mahabbati, ya'ni kulla ayyamiki bo'lar ekan, bu qiz bolaga aytyapti menimcha. Hind debdi-yu, Hindga aytyapti ekan. Kulla ayyamiki bo'lar ekan. Va ja'alallohu kulla ayyamiki a'yadan. Va Alloh taolo seni har bir kuningni hayit qilsin, hayitga aylantirib qo'ysin. Mahabbati rana, muhabbatim, var muhabbatim bilan seni yaxshi ko'rib qoluvchi degannaqa ra'no debdi. Bu bilan endi 13-xatam